Bugungi kunda bema'ni va tarbiyasiz videolar ko'payib ketdi, ayniqsa chala savodsiz boshlovchilar orasida. Yaxshilab eshiting, xo'p. Nimamnidir sotsam, qayerimni sotib olgan bo'lardingiz? Ha, endi ayting bironta joy. Sizda hamma joyingiz yetadi. Meni nimamni sotib olgan, qayerimni sotib olgan bo'lardingiz? Ha, ayting. Bitta joyimni ayting. Nimaga shunchalik xunukmanmi? Unda bitta joyimni ayting. O'zim. Ha, ayting. Qaysiz aytaman ya? Qayerdan bilaman xatimni aytasiz? Aytavering bitta joyimni. Kerak emas, o'zimniki yetadi hammaga. Ayol kishiniki farqli, erkak kishiniki farqli. Ayting. Bitta joyimni ayting. Qaysiz aytaman ya? O'zimga kerak, hamma joyim kerak. Deylar. Ha, qayerimni xohlasangiz? Barmog'ingiz ekan. Barmog'imni? Xo'p, barmog'im sizga